Aka ismingiz nima edi? Ziyodulla. Ziyodulla akam ancha vaqtdan beri xizmatga keladi. Aka bir savol meni o'ylantirib qolibdi. Bularga xalaqit bermaylik, arqaroqqa chiqib qolamiz. Aka. Siz necha yoshdasiz? 41 yoshda. 41 yoshingizda bir hech o'ylab ko'rganmisiz? Men Ziyodullaman. Men bu dunyoga nima uchun kelganman? Siz nima uchun kelgansiz? Shu haqida bir o'ylab ko'rgan bo'lsangiz bir aytib bering. Avvalambor assalomu alaykum. Endi bu dunyo sinov dunyosi. Bu dunyoda hamma Alloh rizoligini topib qolish kerak. Alhamdulillah biz ham shular qatorida qilib qo'yganiga shukrlar bo'lsin. Sog' salomat shu ishlarga qo'shilib yurganimizga shukr deymiz. Aka, atay siz oldingizga birinchi bo'lib kelgan sababi qo'lingiz jarohat olsa ham bir qo'llab bo'lsa ham ish qilyapsiz-da, o'shanga sizni oldingizga kelgim keldi. Buni bir rohat qanaqa? Bugun dam olsangiz ham bo'laveradi-ku. Endi inshaalloh jannatlarda ajrini bersin. Amin, amin. Aytganingiz aka. Salomat bo'ling. Men sizni yaxshi taniyman. Ancha yildan beri shu joyda xizmatdasiz-da. Bitta savol beraman, sal og'irlik qilsa xafa bo'lmayman. Necha yoshga kirdingiz? 27 ga. 27 yoshingizga kirib nima uchun dunyoga kelganligingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Shu haqida ozgina tushuncha bering. Alloh taolo bizlarni o'ziga ibodatda bo'lishda va solih amallar qilish uchun yaratgan o'zi aslida. Biz kechagi kunimizni yashab qo'ydik. Bugungi kunimizda biz imkoniyatimiz bor. Chunki hozir tirik ekanmiz. Alloh taolo uchun nimadir yaxshilik qilsak bo'ladi. To'g'ri. Biz ustozlarimizdan ko'p so'rasak aytadi, yaxshilikning eng zo'ri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan yaxshiliklar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan yaxshiliklar. Bu yerga ko'p xursand bo'laman. Ukalarimiz ham kelyapti. Shu seshanbani kutamiz. Ozgina bo'lsa ham biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan amalda ushlab qolishligimiz mumkin. Ozgina bo'lsa ham. Men shunda yaxshi amallar qilishga urindim. Vaqtida namozimni o'qib yaxshi amallar qilishga urindim-u. Shu birinchi shu yerga ehsonga kelganimchalik bo'lmadi. Birinchi ehsonga kelgan kunim tushimda Ka'ba hududida aylanib yurganimni ko'rdim. Ikkinchi hafta yana yaxshilik qildim-u, hech narsa bir holat o'zgarish sezmayman. Yana seshanba kuni tushimda Ka'ba hududida yurganimni ko'rdim. Uchinchi hafta kelganimda ham tushimda Ka'ba hududida yurganimni ko'rib sizga telefon qildim. Siz shu yerda aka meni duo qiling, men shu narsani ko'rdim dedim. Alloh yetkizdiki, xuddi o'sha tushimda ko'rgan narsani men borib ko'rib keldim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidining ichida o'tirib shu narsalarni o'yladim. Men shu 27 yoshimda otamning otasi yetib bormagan yerga Alloh taolo yetkazib qo'ydi. Albatta. Meni gunohkor qo'llarimda baytini ushatib qo'yganining sababi ham mana shu yetimlar xizmati deb hisoblayman. Oling, qo'lidagini oling. Bering. Hoji bobo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Keling, mana chekkaroqqa chiqib olaylik. Hoji bobo, sizni har doim ko'rib xursand bo'laman-da. Xudoy biz ham hoji bobolarni yashida shunaqa xizmat qilib yurishlikdan charchamaylik deb. Ammo odobsizlikka buyurmaysiz. Necha yoshdasiz hoji bobo? 62 yoshda. Xudo xolsa bir kim payg'ambar yoshiga oz qoldi. Ilohim yetib yuring. Bir savolim bor-da. Baribir mana 62 yil hayotda yashab qo'ydingiz. Biz nima uchun dunyoga kelganmiz? Shuni bir ozgina tushuntirib bering. Bu endi Xudoy taoloning sinovi. Asli sinov uchun Xudoy taolo bandalarni shundoq ham jannati do'zaxni deb ajratib qo'ysa bo'lardi. Sinab ko'rishlik uchun yaratgan ekanda bizni. Endi Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Inni bu'aytu li utammima makarimal axloq." Yaxshi xulqlarni kamoliga yetkazish uchun deganlar. Insonlarda yaxshi xulqlar, yomon xulqlar bor ekan, yaxshisini kamoliga yetkazish uchun yuborildim deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi boshqa kitoblarimizda keladi, juda bir mashhur savol o'zi bu. Alloh taoloning rozi rizoligi bo'yicha hayot kechirish, boshqa juda ko'p javoblar bor. Hazrat Alisher Navoiy aytgan ekanlarki, boshqalarning og'irini yengil qilib, o'z og'irini boshqaga tashlamaslik deydilar. Alloh. O'zini yukini birovga tashlamasdan kamroq yegan bo'lsa ham, o'zini qo'lidagi Xudoy taolo rizq bergan narsalardan boshqalar bilan ulashish. Shunaqa ma'nolar aytilgan. İnsonning hayotdagi mazmuni o'zi sinov dunyo. Misol 10 yil, 20 yil, 100 yil ham bir pas o'tib ketib qoladi. Shu sinov dunyoda Xudoy taoloning huzuriga biz yaxshiliklar bilan borishimiz kerak. Albatta. Yomonlik qilgan bilan ham baribir u insonning umri o'tib ketib qoladi. Shuning uchun asl yashashdan maqsad
boshqalarga manfaat yetkazish deb o'ylayman o'zimcha ham. Demak, kuchli savollarga. Yaxshilik qilish uchun kelingan. Yaxshilik qilish uchun, Ha, ha. bo'ldi. Xudoy taolo yaratgan jonli, jonsiz mavjudotlarga yaxshilik qilish uchun o'sha tog' toshlarga ham yaxshilik qilishimiz kerak. O'shalarni borib iflos qilib kelish kerak emas. Jonli maxluqot, u hayvon bo'ladimi, inson bo'ladimi, bularga ham yaxshilik qilish kerak. Ana o'shanda haqiqiy maqsad hosil bo'ladi deb o'ylayman. Subhanalloh. Rahmat hoji buva. Kam bo'lmang, ko'p yashang hoji buva. Armonlardan uyg'onib bilonning azonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka Mustafa amin. Ruhimni tortqilar moziga xilvat sizlar yasrib kezib yursaydim faqat o'ldirsa rozi